Muhabbat sizning ostonangizda, sizning oilangizda, ota-onangiz bilan ko'rgan munosabatingizda tug'iladi. Siz aynan mana shu munosabatlarda ko'rgan kechirganlaringizni katta hayotda takrorlashni boshlaysiz. Hayotingizga uchragan bugungi sizning juftingiz aynan yoshlikdagi ota-onangizning munosabat davomi hisoblanadi. Agar onangiz sizga shunchalik yaqin bo'lgan bo'lsa, sizni sevgan, qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, mehr-muhabbatda ardoqlagan bo'lsa, otangizning malikasi bo'lgan bo'lsangiz, aynan mana shu munosabatni turmush o'rtog'ingizdan ko'rib yashaysiz. Va agarki munosabatlarda sevgi bo'lmasa, ota-ona energetik darajada sizdan uzoq bo'lgan bo'lsa, sizni tushunish va qo'llab-quvvatlash o'rniga turli xil qarashlar bo'lgan bo'lsa, ya'ni siz bu munosabatlarda sevgi emas, faqat o'zingizni isbotlashingiz kerak bo'lgan bo'lsa, juftlikdagi munosabatlarda ham ulg'ayganda siz xuddi mana shu munosabatlarni takrorlayapsiz. O'zingizni qayerda ko'ra oldingiz? Siz muhabbatdagi, qo'llab-quvvatlashdagi munosabatlardamisiz? Yoki hozirgi kunda o'zingizni isbotlash va qarama-qarshiliklar, sevgi yetishmovchiligi, menga ber pozitsiyasida yashayapsizmi? Kommentariyada albatta o'zingizni hayotiy jarayonlaringiz bilan bo'lishishni unutmang.